Instagram va YouTube'da yangi ish faoliyatimizni boshlaganimiz munosabati bilan ushbu 16 velosipedlarimizni mega chegirmay qo'yib yubordik. Bitta endi ma'lumotlar bilan tanishtirib o'tamiz. Narx oxirida oxirigacha ko'ramiz. Birinchi o'rinda endi bu velosipedimizga kelsak, Bumi kompaniyasining mahsuloti bo'ladi. Birinchi e'tibor beradigan narsamiz dizayni bo'ladi. Juda chiroyli dizaynda ishlab chiqilgan. Zo'rman ko'ryapsizlar. Bu tomonlarida bitta kraskalarga e'tibor berib qo'yaverasizlar. Mana joyi plastik kraskalarni ishlatilgan. Ramalari bittalik qalin rama bilan jihozlangan. Ichki tomonlarda ham mana yozuvlar turibdi. Chiroyli dizaynlarni ishlab chiqarib qo'yishgan. 16 lik yumshoq balon bilan jihozlangan bo'ladi. Oldilarida temir setkalari mavjud va ranglari ham juda yorqin qilib ishlangan. Mana tomonlari va buni komplektda bunaqa jiring-jiringlar bo'ladi. Endi buni orqa qismiga kelsak, ramadan chiqqan orqa bagajniklarga ega. Bu turganingizdek ancha qalin, ancha bes ko'tara oladi. Keyin bu yerda turgan hamma velosipedlarimiz asosan 3 yoshdan 6 yoshgacha bolalar uchun mo'ljallangan bo'lib, 80-90 kg yon beradagi vaznni ko'tara olish imkoniyatiga ega. Endi ikkinchisi bu ancha chiroyli dizayn bilan chiqqan, ishlab chiqarilgan. Oldi tomonlarda shunaqa o'yinchoqchalari ham mavjud bo'ladi. Oldi va orqa tomonda bor. Endi ramalari ikkitalik ramalar bilan jihozlangan va orqa tomonlari ham xuddi shunaqa ramadan chiqqan bagajniklarga ega, qalin va ancha yuk ko'tarishi mumkin. Endi piston qo'qonga egalar o'ta yumshog'idan qo'yilgan bo'ladi. Mana chiroyli qaranglar. Oldi tomonlari to'rt tomondan qatigan, ancha qalin qo'yilgan bo'ladi. Oldida temir setkalar mavjud. Ayni kraskalar ishlatilgan. Mana ko'rib turganingizdek ranglari ham juda original. Sashinlariga ham baho berib qo'yasizlar. Ajoyib dizaynlar qilib ishlab chiqishgan. Endi bu modellarimiz Shindra modellarimiz bo'ladi. Bu tomondagilardan ozgina farq qiladi va farq qilishi ham bu tomonlari original. Ajoyib dizaynlar qilib ishlab chiqishgan va egarlari sportivniy variantda ishlab chiqishgan. Orqa tomonlari egardan, ya'ni ramadan chiqqan orqa bagajniklarga ega va bu yerda ancha yumshoq bo'ladi. Ko'rganingizdek, bu tomonda endi demak modellar turibdi. Buni ham ajoyib dizaynga ega sashnilar bilan jihozlangan. Oldilari temir setkali bo'ladi. 200 yumshoq balonlar bilan jihozlangan. Orqa bagajniklari sal farq qiladi bularga nisbatan. Endi orqadagi mo'y modellar mana. Ko'rganingizdek, rangini juda chiroyli va original